2026-yil 11-mart Baxmal tumanidagi 50-maktabga tabiiy fanlar bo'yicha kasbiy rivojlanish sohati tadbirlarini o'rganish maqsadida mana shu zonani mentori Fozilov Usmonov Fozilbek bilan birga keldik. Soat 11:46. Kirisi bo'yicha darslar tugagan deb aytildi maktab zavushi tomonidan. Zavushga ism familiyalar? Zavushning ism familiyalari kim edi? Toshqulov Ilhom aka tomonidan maktab koordinatori dars tugadi deb aytildi. Mana 11:46 maktabda bironta tabiiy fan o'qituvchisi yo'q. 12:00 bironta tabiiy fan o'qituvchilari kelmadi. Yetakchi o'qituvchi ham joyida yo'q. Direktorga, maktab koordinatori zavutga kim direktorda ismi? Kamol. Badalov Kamol akaga zavut kim edi? Tushuntirishlar aytildi. Tegishli ravishda tavsiyalar berildi.